Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Yangi kunlarni boshlab oldilaringizmi? Alloh bugungi kunimizni xayrli barakotli qilsin. Mana bugungi video murojaat qilishim, iltimos o'tkazib yubormanglar. Shu videolar joyiga yetib borishini juda ham xohlardim. Bilasizlar, oxirgi payt MMA da barcha aziz ukalarimizga Alloh kuch-quvvat bersin, tan jonlarini sog' qilsin. Juda ham ko'payib bormoqda sportga qiziqishlar. Men bir gap bilan bitta davlat bilan ikkinchi davlatni ajratmoqchi emasman. Faqat bo'layotgan narsani gapirib o'tmoqchiman. Nimagadir bizda shunday bayslar bor, bayslar. Shuni duxi baland bo'lsa ham Qozog'istonga borganda duxlari tushib ketyapti. Butun O'zbekistonga qatdan kelishdan qat'iy nazar, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan, Rossiyadan O'zbekiston hamma narsani joyiga qo'yib qo'yapti. Bayiz xohlagan joyda bayiz o'zini o'z uyidek tutyapti. Lekin biz O'zbekistondan Qozog'istonga borsa, Qozog'istonda yo paxta qo'yish kerak Qozog'istonga yoki indamay qaytib kelish kerak. Bilamiz, bayislarimiz hali bir qiziqqonli yomon niyatda emas, to'g'ri maqsadda, to'g'ri niyatda gapiradi. Bormi yana bitta bayis solishgani, kamarga yo bir narsaga o'zini fikrini bildiradi. Qozog'istonda sirazi hamma tashlanadi. Qozog'istonda spesialni охранаlar qo'qitib beradi. Nimaga imini shu Qozog'istonda shunaqa? Men iltimos qilib qo'ygan bo'lardim Otabek Umarovdan, shuni ham yo'lga qo'ysa, Qozog'istonda shunaqa o'zini ko'rsatayotgan, bu tashlanayotganlar, bayslarimizni qo'qitayotganlar, shularni o'z yo'nalishiga qo'yib qo'ysa deb iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki O'zbekistonga qatdan kelishdan qat'iy nazar hurmatini joyiga qo'yib qo'yapti. Bizi bayslarimiz Qirg'izistonda emayapman, Tojikistonda emayapman, imini Qozog'istonga borsa, Qozog'istonda hatta bayslar tugur ali охраналар ham delovoyda oladi, o'zidan 10 kishi o'rab olib uni qo'qitmoqchi bo'lishadi, bir narsa qilmoqchi bo'lishadi. Mana kecha Abu degan bola prosta kamarga o'zini fikrini bildirdi, sirazi o'zlaricha ali sakrashib nima qilib yuborishyapti. Astag'firulloh, musulmonsizlar. Sal pasayinglar iltimos. Prosta o'zini fikrini gapirdi, xolos u bola. Kerak emas unday qilib tashab, unday qilib o'zlaringizni nima qilib yuborishingiz. Iltimos aziz birodarlarim, mana shu videoga like bosib jo'natishlaringizni xohlardim. Kerakli joylarga shu videolar yetib borishini juda ham xohlardim. Mana shu O'zbekistonda vitse-prezidenti va Otabek Umarovlarga shu yetib borishini va Qozog'istonda shunaqa bizi bayslarimizga bosim o'tkazayotganlarini ko'rib o'tishlarini juda ham xohlardik. Juda ko'p bo'ylarda ko'ryapmiz, juda ham ko'p bosim o'tkazib yuborishyapti. Men odam ajratmoqchi emasman, oldindan aytyapman. Provokator emasman, Qozog'iston, O'zbekiston demoqchi emasman. Ko'p bo'ylarda qaytadan ko'rishlaringiz mumkin. Juda ko'p Qozog'istonda bosim o'tkazishlar ko'p bo'ladi. Otabek Umarov, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shu videoni ko'rsangiz, shu Qozog'istonlarda ham nima uchun bu bosim o'tkazayotganlarini, keyin qaytib unaqa bosim o'tkazmasliklarini keyin yo'lga tushirishlaringizni xohlagan bo'lardim. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha salomat bo'linglar.